Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugungi videorolikimiz ko'chmas mulk, ya'ni kvartira haqida bo'ladi. Kvartiramiz ijaraga beriladi. 3 xonali kvartira 5-etajda joylashgan. Mehribon artel tomonidan gelsam bo'ladi, Toshkent svetoforidan gelsam bo'ladi. 5-etajda. Bizani kirgandan to'potalka ishini prikoshiyamiz bo'yna tayyor. Hamma sharoitlari ega. O'ng qo'lda ishining rakovinasi bor. Bu yoqda zal, bu yoqda spalnya, bu yoqda детский spalnya. Chap qo'limizda shuning детский spalnyamiz bor. Kishina bo'lsam, shuning shkafchamiz bor. Ko'chaga qaran aynalarimiz hammasi aqua plastik ramlardan qo'yilgan. Keyin xona o'tsak, bu bir katta spalnyamiz, родительский, televizori bor. Aynalarni ko'chaga qaragan. Mendan kelsangizlar, Alsa klubda o'tgandan keyin svetofordan chap qo'lga kirsangizlar, 9 etaj yandan to'g'risida kvartira. Bunda 9 etajlardan ko'rinib turibdi. Hamma sharoiti ega, televizor, холодильник, mebellar ham bor, kuxonniy döşalgan ham beri. Keyingi xona o'tsak, zal. Shuning zalimiz katta, normalniy. Keyin hojatxonasi отдельный o'rtoqlar. Yine üstünde bo'sh qo'ysa bo'ladi. Yine ayaktagilar ham g'ola döşalgan. Keyingisi vanna. Vannalarimiz ham yana taxlanib vakolatni olib turibdi. Bemalol ishlatishga tayyor. Keyin chap o'tsak, bu yoqda shunday mebellarimiz yana tayyor. Asıl turibdi. Bunda холодильникimiz, yangi холодильник. Bemalol hamma narsa qo'ysa bo'ladi, sig'adi, kichkina emas. Keyin oshxona o'tsak, oshxonasi balkoni o'tirilgan. Yana umolnik, gaz plitalari, hamma narsasi tayyor. 5-etajda davleni yaxshi, suv chiqib turibdi polni. Meda bemalol o'tirib, choy ichib, ovqatlansa bo'ladi. Balkondan yine aqua plastik ramlardan qo'yilgan aynalari. 5-etaj. Her yer ko'rinib turadi. Açık qo'ysa, yozda shamol aylanib turadi. Yine o'rtoqlar, bu yoqda Mehribon artel tomonidan kirib kelsangizlar, shudan kelsangizlar 5-etaj. Mehribon artel tomonidan kelsangizlar, bu yoqdan kelsangizlar, chap qo'ldan 2-podez. Arayandan gelsin tushuntirib o'tdim. Pastda telefon nomerlarini qoldiramiz, egasini nomerini. Pulga keladigan bo'lsak, egasi 1.700.000 so'm deydi. Telefon atib, bemalol murojaat etavinglar. Agarda kimda kim shuning reklamatsiya kerak bo'lsa, joy mulkmi, mashinani sotish kerak bo'lsa, bemalol telefon qilavinglar. Bize syomka etib beramiz. Bu xizmatlarimiz mutlaka bepul. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'lib olinglar, ko'rishamiz.